Salamatçılarga hurmatli qatnovchilar. Bugun 30-iyul 2021-yil. Qayradan O'sharindagi oltin bozoridaman. Sizlarga dag'i bir sira novinka oltinlarning bog'larini ko'rsatib beramiz. Novinka keldi-da. Novinkalarimiz keldi. Kechani yana sotilib ketdi. Mononimiz keldi. Mana mononimiz yangi Luistra deb mashinamiz ham 32 ming kami bor deb sotamiz. Diamond firmasi. 32 ming kami bor. Kami bor. Luistra deb ati bor. Keyin mana galstiklarimiz o'tganda ham aytib o'tdik. Mashlarimiz ham mana qolmayapti doskada. Komplegimiz ham qolmaydi, sokasi ham qolmaydi. Bozorimizda hozir eng oldi tovarlar mana galstik, mana molar novinka movi, mana Luistra deb mononimiz novinka galstik ati. Galstik. Diamond firmasi. Mana pastda turgan mana mashi, mana hozir ko'rsatdim-ku. Mana shu mana Diamond firmasi Luistra. Yangi novinkalarimiz mashi. Men o'tganda ham aytib o'tdim, mana adnakalaslarimizni mana 7-8 ta keldi, tugab ketdi, qolmadi. 7 gram, 8,5 gramlilari bor. Mana shularimiz ham yaxshi firma. Yaxshi sotilyapti, bozorimizda toza oltin. 85 proba var, 85 proba mashlar. Mononimiz 704 gramı 26 mingmi, shunday yaxshi bo'lib qoladi. Mayetda ham bor, mana 804 grammligi. Bunimiz ham 30 ga borib qoladi. Unoli? Mana masha, mana ha. 804. Mononimiz 704, 1 gramga farq qiladi. Bunimiz 25-26 bo'ladi, pastligimiz 30 ga borib qoladi. 1 gramdan farq qiladi. Diamond deb ham sotaveramiz, chunki bu yaxshi tovarda, bu nimalarimiz ichida. Ketgan tovarlarimiz mana shular, monolarimiz ham yangi keldi. Mana Diamond bu ham oldik. Mana 32 ming kami bor deb sotamiz moni ham. Yangi novinkalar shu. Hozir ketgan tovarlarimiz mana shu bo'lyapti hozir. Monolarimiz yaxshi ketyapti deb. Monolarimiz yaxshi ketyapti. Shakeglar bilan ketadi. Endi so'raganlarga nima shakegini sotib olaverdim, so'kasini ham so'raganga beraveramiz, ajratib beraveramiz-da. Bo'lib sotaverib. Bo'lib ham sotaveryapmiz. Nimaga klient haligi prafo, endi всегда praf deydi-yu, klientlarni ana qilish uchun ko'niga qarab beraveramiz-da. Shularni ba'zidagi bir sira aytib qo'ysangiz. Mana bu sumkasi o'zi alohida 22 ming deb sotamiz. Hozir oltinning grammi qancha bo'lyapti? Mana Diamond yo'q, oshdi. Diamond firmamiz 3800 ga chiqdi. Mana bu pastdagi mana turetskiy kumolar. Monolar 3,5 mingdan 3400 dan 1 gramini hisoblab beramiz monikini. Moni ham beramiz 3,5 dan. Menda mono firmalar, hozir aytib o'tdim-ku, mono firmalar bardig'i mashlar menda barcha Diamond menda ko'pda, ko'proq Diamond sotaman. Hammasi 3800, eng kam 3750 beramiz. Mana bu adnaklaslarimizni 3,5 dan beraveramiz, chunki bu Diamond emas. Beraveramiz. 3,5 dan. Lekin bu ham baribir savmesniy yaxshi tovar. Buni beramiz. Unalarda dag'i bir sira 1-ikkinchi, 3-chi, 4, 5, 6 qator ekanmi? Bog'larimda bir sira aytib ketsangiz. Mononisini agar komplegi bilan bo'ladigan bo'lsa 35 bo'ladi. O'zi отдельно so'kasi 22 bo'lib qoladi. Shakegi 11, 10,5 da atrofida bo'lib qolishi mumkin. O'zi. Monolarimiz men kelib so'rab ketdim, o'shadan oshdi-da, o'shandan keyin gramiga 150 dan 1 gramiga 150 so'mdan ko'tarildi. Chunki mana bu firma o'shunda kelyapti tepadan. Bizga shuni u yerdan oshyapti-da, endi biz ham iloji yo'q, majbur bo'lyapmiz oshirishga. Ikkinchi qatorda Ikkinchi qatorimiz ham hozir mana shular. Mana masalan aytib o'tdim, mana ham o'sha ko'rsatganimdan Diamondga mana ham 33 ming, 35 ming, mana ham 30 ming kami bor. Mononimiz turetskiy, ya 30 ming kami bor. Mana ham turetskiy, 30 ming kami bor. Bularning gramini 3,5 mingdan hisoblab beramiz. Uchinchi qator bularimiz ham, mononimiz ham Diamond firmasi, monolarimiz yangi Rossiyalar topdan chiqadi, topga javob beradi bular. Bahosi buni ham 26 mingmi, shunday bo'lib qoladi taqchasi.
Mollarimiz ham diamond firmalar, mana ular совместный, Galstik 23 ming o'zi отдельно. Agar komplekt bilan bo'lsa 36 mingga ham borib qoladi. Shakegi bilan. Tepada turibdi. 3-o'rtlarda aytdingiz. Endi mononimiz ham turetskiy 35 ming, mononimiz ham 35 ming, mononimiz ham 33 ming, 30 ming kami bor, 23 ming. O'sha moy ham turetskiy 26 ming bisechka deb. Buni bardig'i bo'ladi, желтый zolota. Bu ham yaxshi. Mononimiz ham turetskiy, chaqpalak deb ati bor. Bu ham yaxshi chaqpalak ati. Bu ham 30 ming so'm kami bor, tushib beramiz va 28 ming so'm. Shunday, mana u ham turetskiy 22 ming shunday deb sotamiz. Bularimiz ham yangi Rossiya molar. Moy ham rangi yangi Rossiya, mana ota klass. Diamond firmasi, monolarimiz ham 20 ming kami bor. Chunki grammiga qarab, katta kichigiga qarab, ya'ni tovarlarimizni kelishlariga qarab turib sotamiz. 22 ming dedingiz. Moy etiketkasi bor. Etiketkasi moy ham diamondniki, monamiz ham 23 ming kami bor deb sotamiz. Grammi ozroq 7 ga yetmaydi. Vada klassimiz kattarog'i ko'zlaydi. Bu ham 30 kami bor. Molarimiz ham shunday bo'lib ketaveradi. Monamiz ham 23 ming. Rossiya diamond firmasi. Mononimiz ham 23 ming. Bu ham совместный bo'ladi. Moy ham совместный. Mononimiz ham совместный Turkiya. Monamiz yangi Rossiya molar. Monamiz ham одноклассник kichigi. 23 ming so'm. Molar 25 ming so'm. Mana 30 ming kami bor. Moy 22 ming so'm. Moy ham 21 ming so'm kami bor. Monamiz 25 ming, moy 23 ming. Bular baldoq sökülürdü 74-yılda. Yo'q, unday baldog'im yo'q. Shu bo'lsa kerak menga. Mana bu samovar o'zi bilishadi, ko'p odamlar eski samovar Rossiyaniki. 27 ming kami bor deb sotamiz. Bitta mo'ylovli yaqir deb qo'yadi uni. 27 ming kami bor deb endi 25 larga beramiz. Mana bu endi baldoq. Bularimiz 15 ming kami bor deb sotamiz Rossiyaniki. O yonidagi 26 ming. 26 ming. Galstinchi? Galstimiz ham 23 ming. Mana avvaliga aytgandek burungi Seyo Rossiya bo'lardi-yu. 6 grammlik burungi eski Rossiya. Boshimiz ham 25 ming kami bor, tushib beramiz. Monamiz ham eski Rossiyada kapilka deb 10 ming kami bor. Monolarimiz ham burungi zamonidagi. Bulutda esa 10 ming kami bor. Bosqinchi 10 ming kami. Mana ham 10 ming kami bor, tushib beramiz. Mana detskilarimiz borda, hozirgi kelayotgan yangi Rossiyada. 3 ming monolarimiz 6 ming kami bor. Mana detskilarimiz 3,5 ming so'mdan beramiz. Mana navrajnonkamiz 3 ming so'm. Mononimiz ham Bishkekdagi mol. 15 ming, mononimiz 6,5 ming so'm. Mana to'galar detski 3 ming, 4 ming kami bor. Mana navrajnoka 3 ming shunday ketaveradi. Mana Bishkek pastdagi. Bosqinchi monolarimiz 5,5 ming, mononimiz 7 ming, 6,5 ming, komplekt bilan 12 ming, 12 ming. Shular. Bu gözler Qirg'izistonmi? Qirg'iziston mana bu qator Qirg'iziston uchovi. Ballar qanchadan Mana 12 ming so'm Bishkekdagi, mana ham Bishkek 7 ming so'm. Mana 3 ming so'm Bishkekdagi kami bor deb sotamiz. Mononimiz ham Bishkekdagi. qanchadan bor? Mononimiz 4 ming so'm, mononimiz 1600 so'm, mononimiz 3200 so'm, 5 ming so'm, 10 ming kami bor. Ko'zliklar Bishkek. Mononimiz 6 ming so'm kami bor, tushib beramiz. Sepochkalar so'rashgan ekan 583. Sepochkalarimiz 583imiz yo'q hozir, 583 yo'q bozorda. Unaqa kam bo'ladi, lekin 5 metrlarimiz 583 bo'lib keladi. U rossiyskiy deb hisoblanadi. Monovalarimiz 85 proba. Ninoshniy tovarlar, yangi medazlari bor. Mana yaqinlab terib ko'rsangiz ham orqa oldida mana 85 oldida mana medaz deb yozuv bor, bunday turadi. Mana shular bozorimizda eng oldi Nona deb medaz deb eng oldi tovar bo'ladi. Nona deb ati bor, ha. Mana ham Zavodskoy yangi Turkiya совместный deyiladi bular. Bularda Zavodskoy
qo'rqmay olishsa bo'laveradi. Rossiya deb sotiladi lekin. Zavodskoy narsalar hammasi. Taqilgan narsalarimiz ichi arzonroq beriladi. Plombasi bilan berasizlarmi? Plomba bag'imda Plombalarni qilib bering deydigan bo'lsa, qilib beraveramiz. Beramiz, chunki biz hozir bu yerda olib qo'ydik. Bering desa qilib beraveramiz plombasini. Bog'larni aytsangiz qancha gramm chiqadi misol? Ya'ni mana nima 8 qancha chiqadi? 8 dan oshiqroq chiqadi molar. 10 grammlilari ham bor, 9 grammlilari ham bor, 14 grammlilari bor. Har xilda grammlarga qarab turib hisoblab beraveramiz. Mana biz ham 12 gramm. Moy ham yaxshiroq deydi. O'sha qancha misol? Masim ham 12 grammimiz ham 42 ming shunday borib qoladi. 3,5 dan bersak, shunday bo'lib qoladi. 40 ming. Mana biz ham 12 gramm. O'sha qancha? Mana biz ham yo'lka deb rongi nimalardan. Bu ham Rossiya deb sotiladi. Basi qancha? To'pga javob. 12 gramm, bu ham 42 ming shunday yaxshi bo'ladi. Brasletlarlari Bu ham shunday. Mana brasletimiz medas, bu ham komplekt. Oldidan ko'rsatdim-ku. Bu bilan komplekt. Mana biz ham 21 ming mahsup. 21 ming qo'y. Ama braslet be qisqa. Braslet. Mana u 21 ming bo'ladi, 509 gramm. 21 ming bo'ladi oxirgisi. Mana onimiz taqilgan. Mana noshinida taqilmaganligicha shunday qimmatroq chiqib qoladi. Chunki 3,5 3600 dan. Sotamizda Mana taqilganligi tufayli 3400 dan beramiz. 3400 dan. 3400 dan taqilgan tovarlar, taqilib kelgan tovarlar, sepchka, ili manaka shakeglar 3400 dan beriladi. Chunki taqilib kelgan, 1 gramm. Manaqa taqilmagan minoshin tovarlar 3600 3700 sotiladi bizda. Chunki ular yangida. So'kiladi. Shakeylarimiz yani mana bu 7 go'zal, kattasi, mana kichkinasi. Mana ular endi Diamond firmasi mo'lari. Bor qanchalik? 12 ming so'm deb, mana kichigini kami bor deb sotamiz. Mana kattasini 17 ming deb kami bor deb sotamiz. Monolarimiz 7 go'zal. Shular qancha? Mana kattarog'i 20 ming kami bor, ikkovi. Mana 15 ming kami bor, mana 15 ming kami bor deb sotiladi. Lekin Turkiya sammersiya bo'ladi. Shu barda Turkiya sammersiya. Mana 7 go'zallar Turkiya sammersiya. Chunki ishlab chiqaradi-da, ishlab Turkiya chiqarib beradi. Rossiyskiy bormi? Yo'q. Oltindan tozalig'ini garantiya bormi? Bular hammasi to'pga javob beradi, chunki bular zavodskoyda. Endi mana bishkeklarimizga to'pdan chiqmaydi, bularga kislota quyib beramiz. Ularda to'pga javob bera olmaydilar, chunki Qanchadan? Nisk mana bishkeklarimiz 1 grammini 2400 dan beramiz. Manalarimizni 3,5 mingdan beramiz. Endi klientlarga so'ransa, kelishiga qarab 3450 ga beraveramiz hisoblab. Manalarimiz shoh deb o'tganda ham aytgan bo'lsam kerak, shoh. 5 ko'z bo'lar edi-ku bunday. Mana shuni shoh chiqib qolgan hozir. Mana 28 ming kami bor deb sotamiz. Mana yonidaginisi nima keyingi chiqqan Rossiya bo'ladi, mana o'rtadagi. 22 ming so'm. Bishkeklar qancha? Bishkegimiz mana bir qatorimlar meniki. 5 ming, 6 ming. Pasi yo'q. Shunday bo'ladi. Nima pasi yo'q. Shu nisko'mizning basini aytdingizda? Ha? Nima qara ko'zi. Qora ko'zi mo'mi, bular ham bir 6 mingdan 7 ming atrof bo'lib qoladi. O'zingizlar 5 shakar. Shakar bilan 13 ming mana shunday bo'lib qoladi. Adresingizni, nomeringizni aytib qo'ying. Adres aytolmayman. Bozorda istashaveradi. Men kimga kerak bo'lsam, nomerimni tashlab qo'yamiz. Nomeringiz qancha? 55 69 88 82. Qatorab qo'yamiz. 555 69 88 82. Klientlar kelsa, mana shu bozorda ham, xudo xolasa, mana shu Shaytepada, Oltin bozorda o'tiraman. Joyim shu yer. Uyim adresini ayta olmaymiz, chunki biz bozorda savdo qilamiz. Bunaqa ishlar faqat bozorda gaplashamiz. Go'ncha jang olib kelasizda, zavodskoy. Hammasi yangi. Taqilgan narsamiz ham bitta ikkita bor, bir yo'lalik bunday ham yo'q, men deya olmaymiz. Balki sepchkadan taqilgan kelib qoladi. Klient meni yonimga keladigan bo'lsa,
Mana onim taqilgan, anchadan beri mana onim taqilmagan ko'rsatdi. Молодец, yaxshi. Bunaki bugungi kungi oltindim ballari. Gördüңүздөр. Kanalga катталыңыздар, kanaldan алыстабаңыздар. Эки видеого чейин сак саламатта турыңуздар.